Bugungi videoda O'zbekistonning 10 dan ortiq youtuberlari bizning savol-javob videomizda qatnashadi. Shunaqa videolarning soni ko'payishi uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Barcha-barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan birga sizlar bilgan va sizlar tanigan Froz va men o'sha youtuberlarni ham yig'ib oldim do'stlar. Qarang do'stlar. Bularni yig'ishi ancha vaqt ketdi, shuning uchun mehnatimiz qadrlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani youtuberlar salomlashib qo'yinglar-chi. Rahmat, endi esa biz savolga o'tamiz. Birinchi savol: Minecraftda eng kam uchraydigan biyomlardan biri piramida. Bu taraf ha, bu esa yo'q. Qaysini tanlaysizlar? Demak, Baxuz va Dezer xani tanlashdi, qolgan youtuberlar esa yo'q tanlashdi. Baxuz va Dezer o'yindan chiqasi, to'g'ri javob esa yo'q edi. Zaykboy ham keldi-ku, mayli Zaykboy ham chiqadi. Sizlar esa yutinglar, go. Endi ular keyingi bosqichga o'tish uchun mana shu parkurlardan o'tish kerak bo'lardi. Ularga bitta uchish imkoniyati berilardi. Undan ko'p esa yo'q. Bitta agar yutqazsa bo'ldi, tamom. Qarangchi, mana ular bitta uchish imkoniyatidan foydalanishyapti. Endi yana kimdir uchib ketsa, boshqa foydalana olmaydi. Qarangchi, jigarlar, mana bu youtuberlarimiz ham o'tib olyapti. U yoqdan esa artefakt va hacker kelyapti. Ular ham o'tib oldi. Okey. Qarangchi youtuberlar, keyingi bosqichga kelganinglar bilan sizlarni qo'llab-quvvatlayman. Xo'p, endi esa sizlarga savolni berishni boshladim. Ikkinchi savol: Minecraftni Markus Persson kashf qilganmi? Ha bo'lsa bu katakka o'tasizlar, yo'q bo'lsa bunisiga. Qani let's go. Xo'p, Prismarin yo'q kattaga o'tdi. Ha kattaga esa boshqa bir o'yinchilar, ya'ni Lider, Yashiko, Hacker, Reker, Artifact. Qarashdak, Prismani yutqazib sizlar esa yutinglar. Go, endi 3-bosqich. 3-bosqich yana ham qiyin bo'ladi. Bu yerda lavali, qarashchi to'siqlardan o'tishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, okey, sekili Lider tegib ketdi. Yo, what the heck, Lider tegib ketdi. Xo'p, Lider o'ldi, jigarlar, Lider o'yindan chiqdi. Xo'p, Reker birinchida bo'lyapti, u ham olovga tegib ketdi. O'ladimi? Yo'q. O'lmadi. Xo'p, Yashiko va Artifact uni orqasidan sekinlik bilan bo'lyapti. Artifact tegib ketdi, jigarlar, what the heck. Ozgina tegib ketganda menimcha o'lmasi kerak. Yashiko ham tegib ketdi, jigarlar. Xo'p, sekinlik bilan bunisidan ham o'tib olishdi, lekin ancha qiynalishdi bunisida. Okey. Qarashdak, endi 3-bosqichga yetib kelganinglar bilan tabriklayman. O'zi 3tagina qolibsizlar. Bular qarashchi eng zo'r youtuberlar-da, 3ta eng zo'r youtuberlar. Qarashchi, keyingi savol: Minecraftdagi creeper aslida cho'chqa bo'lish kerakmidi? Ha yoki yo'q? Vaqt tugadi. Qani endi test topinglar. Go. Agar ha bo'lsa o'ng tarafdagi, yo'q bo'lsa chap tarafdagiga o'tasizlar. Qarashdak. Xo'p, okey, qani hammasi harakatga o'tyapti. Okey, demak bular juda ham aqlli ekan. Ha, sizlar to'g'ri topdinglar jigarlarim, to'g'ri haydi bu. Endi sizlar 4-bosqichga o'tasizlar. 4-bosqich yana ham qiyin bo'ladi. U parkur, lekin juda ham qiyin parkur bo'ladi. Okey, qani Artifact birinchi bo'lib boshlab berdi, Reker esa birozda alohida boshqa parkurdan o'tyapti. Artifact va Yashiko bitta parkurdan o'tishyapti. Okey, qani let's go. Har doimgidek ularda bir marta uchish imkoniyati bor. Agar ularni ishlatsa yoki ishlatmasa o'zlariga bog'liq. Qarashdik, endi 4-bosqichga ham ular yetib keldilar. Professional o'yinchilarimiz 4-bosqichda endi juda ham qiyin savolga qarashchi duch kelishadi. Jigarlar, 4-savol. Olmos Minecraftda odatda 58 ta blokdan keyin topiladi. Bu to'g'rimi? Ha javobga bu yoqqa o'tasizlar, yo'q javobga esa bu yoqqa. Okey, demak o'tishni boshladinglar. Xo'p, ketdi. Qarashchi, bu yoqqa qaraylikchi, hech kim yo'q. Demak bular to'g'ri topishdi. To'g'ri javob ha edi, jigarlarim. Qarashchilar, yutinglar. Qarashchi, jigarlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Jigarlar, bizda videomiz shulardan iborat edi. Shuncha youtuberlarni yig'dik, shunga yarasha like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Frost bo'ldi. Xayr.